Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatayotganlar. Mana biz bugun Xudo xolasa rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisidamiz. Xudo xolasa Umra ziyorati, 14 kunlik Umra ziyoratiga mana shu ukamiz bloger Azizbekdan barcha ma'lumotlarni olib, sizlarga yetkazish umidida kelganmiz. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Yaxshimiz? Shu hurmatli obunachilarimizga shu 14 kunlik Umra ziyorati haqida ma'lumotlar berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 14 kun umra safarimiz bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi, Xudo xolasa. 3 kun Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada gostinitsa oraliq masofasi 200-300 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2,5 kilometrgacha bo'ladi. 1,5 kilometr 2 kilometr oralig'ida bo'ladi o'zi. Uzoq kelsa 2,5 kilometrgacha bo'ladi, Xudo xolasa. Gostinitsalarimiz yaxshi sharoitda bo'ladi, chiroyli holatda bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib yodlab kelasizlar. Ziyorat sayohatlarimiz ham bo'ladi. Mutaxassis 50 boshlarimiz o'sha birgalikda ziyorat sayohatlarni barchasini birga qilishadi, Xudo xolasa. 14 kun mobaynida birinchi bo'lib payg'ambarimiz ravzalaridan ziyorat boshlanadi. Xurmo bog'i, Muzdalifa, Hiro g'ori, Arafat tog'i, Qubo masjidi, Qizil dengiz va Toyif shaharlariga ziyorat sayohat ibodatlar bo'ladi, Xudo xolasa. Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin ikkinchi marta umra amalini qilsalar bo'ladi. Bitta to'lov evaziga ikkinchi marta umra amali bu har bitta ziyoratchimizga, har bitta bizni kuzatib olayotgan obunachilarga juda ham qiziqarli tomoni, chunki bir marta to'lov qilasiz, ikkinchi marta umra amali qilsangiz bo'ladi. To'g'risi, bitta to'lov evaziga ko'pincha bir marta umra amali qilinadi. Bizni o'sha Centrum Holidays firma tomonidan o'shaqa 2 marta umra amali qilsalar ham bo'ladi. Yaxshi tomon. Litsenziya N0014 bemalol kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa tanishib, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor, kelib ko'rish, tanishib, mana bu yerda ham turibdi. Tanishsalar bo'ladi. Rasmiy kassalar bor. Bemalol kelib, mana kunga men umraga bormoqchi edim deydigan bo'lsalar, misol 5 ta 10 ta bo'ladigan bo'lsalaring, kelib ko'rib, rasmiy kassaga o'zbek so'mida to'lov qilsalar ham bo'ladi. Endi firma tomonidan, Centrum Holidays firma tomonidan bitta to'lov evaziga beriladigan o'sha sovg'alar bor. Bejik beriladi, kanzil beriladi, har bittalarga alohida so'mka beriladi. Mana hammasi ko'rinib bo'lyapti. So'mka o'sha narsalarni sovg'asalar bo'ladi. Kanzil ustidan kiyib olasizlar. Bu bejikda o'sha sizlarni qatdan borgansizlar, qaysi nima gruppasilar hammasi yozib qo'yiladi. Mana shu meni bejikdan sizlar topib olsa bo'ladi. Mabodo endi Xudo saqlasin, mabodo yo'qolib qolsalaring, ana shu bejik orqali o'sha gostinitsalarni topib borsa bo'ladigan narsa bu, kerakli narsa. Yo'qotib qo'ymaslikdan kerak. Xo'p, Azizbek, endi yana keyingi savolimiz, mana shu kunlarda Xudo xolasa qayerdan reyslarimiz bor? Qanaqa narxlarda? Shular haqida ham bir to'liq ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgi kunda o'zi asli $1100, $1050, $1200 olinish kerak bo'lgan paketlarimiz bor. Standart paket siz obunachilaringiz uchun yaxshi, xudo xolasa chiroyli narxlar bo'lgan. 1-fevral kuni Namangan Jidda Primoy reys bor. Standart paket bu. Peresadka bo'lmaydi. Bitta shuni misol Namangandan o'tirishadi, xudo xolasa Jiddaga qo'nishadi. O'rtada misol qat'iy to'xtashmaydi. Primo bitta reysda borishadi, xudo xolasa. Bu reys bor. Eng yaqin kunlarga 3-fevral kuni Farg'ona Jidda Primoy reys bor. Qaysi biri ma'qul bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri yaqin, misol kimdir 1-fevralga mo'ljallaydi, birinchi boraman deb. Kimdir 3-fevralga mo'ljallaydi. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, o'sha ekranda nomer yozib qo'yiladi, bemalol aloqa qilsalar, operatorlar javob berishadi. Xudo xolasa chiroyli qilib joylarni bron qilib berishadi. Endi Xudo xolasa ko'p buni misol viloyatlardan har qayerdan kuzatib boradigan obunachilarimiz bor. Shularga to'lov masalasida ham bir ma'lumotlar bersangiz, to'lovlar qanday usulda qilsa bo'ladi? Masalan, o'zimizning Marg'ilon, Farg'onadan emas, viloyatdan bo'lishadigan bo'lsa, shularga ham bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Agar Farg'ona, Marg'ilon yaqinroqda yashaydigan ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor. O'sha aytganimdek, rasmiy kassa bor. Kelib, ko'rib, tanishib, ma'qul bo'lsa, bitta kunni kelasizlaring, o'sha bemalol o'zbek so'mida to'lov qilib ketaverasizlar. Mabodo butun O'zbekiston 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatiladi. Agar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston boshqa davlatdan agar bizni kuzatib borishayotgan bo'lsa ham, ularga ham xizmat ko'rsatilaveradi. Ularga onlayn xizmat ko'rsatiladi. O'sha qolgan misol Voha tomonidagi aka-ukalarimiz, Toshkentdagi aka-ukalarimizga ham onlayn xizmat ko'rsatilaveradi. Telegramdan aloqa chiqsa operatorlarimiz javob berishadi. Telegram, WhatsApplar bor, xudo xolasa. Bank shot raqam tashab beriladi. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berishadi. O'sha cheki bilan zagran pasport tashab berilsa, operatorlarimiz joylarni bron qilib, mana kunga xudo xolasa ketasizlar deb chiroyli joy ishlarni bitkazib berishadi. Xo'p, uka, mana Xudo xolasa endi obunachilarimiz ichida ro'za Ramazon oyida ota-onamni olib borib, o'sha yerda ziyoratlar qildirib, duolarni olib kelaman deb niyat qilgan aka-ukalarimiz bor, yori birodarlarimiz bor. Shunga Ramazon oylariga qanaqa paketlar bor? Shularning ham bir narx-navolari, barcha ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p,
Ramazon oyiga endi hozirgi kunda aniq narxi bo'lmayapti, lekin o'sha birinchi 10 kunligiga o'rtacha 1100-1200 dollar atrofida narxi. Xo'p. Yana agar mabodo o'zgarib qoladigan bo'lsa, yoki o'sha operatorlarimiz javob berishadi, yoki o'sha yana harakat qilamiz, o'sha sizlarga video qilib chiqarib narx-navolarni tushuntirishga o'sha 1100 dollar, 1200 dollar atrofida mo'ljallaverasizlar. Birinchi 10 kunlik, o'sha 14 kunlik paket, standart paket bo'ladi. Ziyoratlar uncha bo'lmaydi, lekin ko'proq ibodat bo'ladi, xudo xolasa. O'sha borib Makkada chiroyli bo'lib ibodatlar qilib, ro'zalar tutib, nimalar, iftorlar bo'ladi, xudo xolasa chiroyli qilib ibodatlar qilib kelasizlar. Ikkinchi 10 kunlik yoshi 1200-1300 dollar atrofida bo'ladi, to'g'risi. Chunki haligi Ramazonga ko'pchilik borgisi keladi, juda ham odam ko'payadi Ramazonda. Oxirgi 10 kunligi shu 1400 dollar atrofida bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa mana hurmatli qaysi biri ma'qul bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. tushunarli. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlar berib o'tdik. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Mana shu videomizni like bosib, kommentariya yozib, o'z niyat bilan yozib ketsalar ham xursand bo'laman. Azizbek, sizga ham katta rahmat uka, ishlaringizga omad. Sog' bo'ling, rahmat sizga yana bir bor. Sog' bo'ling.